Barchaga salom do'stlar, sizlarмен sport жаңалыктар videoni bostamас burun arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Qarsilas ko'zine qaradimi? Alimxan uli ertangi ayqas aldida ma'lumdama jasadi. Orta salmoqda WBA chempioni Janibek Alimxan uli qarsilasi Denzel Bentley men jekpejek aldida ma'lumdama jasadi deb xabarlaydi. Ko'zben jeb baradi. Alimxan uli 14 nokauti bor qarsilas bilan bet-bet keldi. Bugun qarsilasimning ko'zine qaradim. Alayda o't ko'rmedim. Aldına kim turganını biledi. Qazaq stilida ne ekenini yaxshi biledi. Onu nokautga tushiraman inshaalloh. Jekpejek aldına ko'p bokschilar hech nima aytqisi kelmaydi. Al men boshqaman. Men aytaman jani sonini istayman inshaalloh deb yozibdi Janibek Twitter желісінде. Sarapsha Alimxan uli alg'ashqi qo'rg'ovundan keyin qanday qiyinlikqa tap bo'latini aytdi. Boks 247 portali sholusi Jeff Sorbi tilsining o'rta salmoqda WBA belbeuning yegari Qozog'istonlik Janibek Alimxan uli men Britaniyalik Denzel Bentley кездесуini ne kutetini aytdi. Angime barasında o'l alдағы кездесуді Janibekning qanday qiyinlikqa tap bo'lati turali aytdi. Bu кездесу 13-qarshi kuni Las Vegasda o'tadi. Kecha bokschilar bir necha ret bet-bet кездесті. Top Rank kompaniyasining Alimxan uluna qarsilas tanlovi o'nay bo'lmadi. Mıqti bokschilarning ko'bisi onымен ayqashuviga kelishmedi. So'ytib ola reytingda 14-o'rinda turgan bokschini tanladi. Negizi bunday reytingda turgan bokschini tanlov durust emas. Deganmenda qarsilas yomon devga kelmaydi. Mening o'yimcha Janibek hech qiynalmasdan jenu kerak. Alayda so'dan so'ng o'g'an qarsilas tabu qiyin bo'ladi. O Golovkinмен кездеспейтінін ашық айтты. Енді tek Mungneмен Charlo qalıptır. Qozog'istonlik bokschi осы qarsilas үшін tım qavipti. Dese de ол қатты tanımali emas. Ya'ni кездесуini satuv qiyin. Сондықтан басқа салмаққа ауысуды ойлаған дұрыс шығар, deydi Sorbi. Sizlerмен sport жаңалықтары болды. Arnaga tirkelib videoga like basуды unutmangizlar. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.